yigit bor ekan endi eskilardan. Bir yigit bor ekan, ta'limda, madrasada qolganlarga nisbatan orqada yurar ekanda endi. Xotirasi yaxshi emas ekan, biroz tambalroq ekan, biroz kayfiyati ota-onasidan yosh uzoqda bo'lgani uchun tushkun yurar ekan, hech yetisha olmas ekan. Boshqa tengdoshlari bir nechta kitoblarni tugatganda u shu amal taqal qilib boyagi o'qishlarni o'rganibdi, boshqa qilibdi va endi yoshlar o'rtasida bo'ladi-ku, bir-birini izza qilish, kamsitish, sen ikkitisan, sen yaxshi o'qimaysan degan ma'noda. Eskilarda ham albatta bunga o'xshagan holatlar boshqa bir shaklda bo'lsin bo'lganligi aniq. Mana shu narsalar jonidan o'tib ketibdi-da. Keyin bor debdi. Boraman-da qishloqda. Qishloq ishlariga, uydagilarimga yordam beraman, balki qo'y boqaman, balki cho'pon bo'laman, balki bog'bon bo'laman, balki dehqon bo'laman degan ming bitta xayollar bilan madrasadan chiqib, to'rva xaltasini ko'taribdi, yelkasiga tashlabdi va madrasadan chiqib uyiga qarab yo'l olibdi. Endi uy ancha uzoq, boshqa bir shaharda o'qiyapti. Yo'lda ketarkan qorong'i tushib qopti. Qorong'i tushib, o'sha atrofda bir g'orga o'xshagan joy bor ekan. Va yirtqich hayvonlar bo'ladi, kimsasiz joylarda o'shalardan o'zini himoya qilish uchun o'sha g'orga kirib, jon saqlamoqchi bo'lib, tunni o'sha g'orda o'tkazib, tongda yana yo'lga chiqishni niyat qilibdi-da, g'orga kirib, g'orda yotgan joydan yuqoriga qarab yotsa, shu bir joydan suv tomchilar ekan. Kechasi bilan boyagi suv tomchilab unga tinchlik bermabdi. Tongda kun yorishgandan keyin g'orning ichi ham yorishibdi. Bu nimani ovozi ekan, qayerdan nima tomchilayapti deb borib qarasa, shu yuqoridan bir suv tomchilar ekan. Shu tomchi yo'q joydamda ko'rgansiz-hamda suv ko'payadi, keyin o'zini og'irligini o'zi ko'tara olmasdan nima qiladi? Pastga uziladi, turgan joydan uzilib yerga tushadi. Yana ko'payadi, yana uziladi, yana yerga tushadi. Endi u g'or bo'lgandan keyin yeri nima bo'ladi? Tosh bo'ladi. O'sha tomchi tushayotgan joy toshni o'yib olgan ekanda. Endi u qancha vaqtdan beri tomayotgan bo'lsa, boyagi yigit o'ylab qopti. Agarki bu bir yumshoq suyuqlik qattiq toshni shaklini o'zgartirgan bo'lsa, qaysiki bitta joyga tomchilayverib qat'iyat bilan fikridan qaytmay, niyatidan qaytmay, bir joyga tomchilab shu toshni shaklini o'zgartirar ekan, men insonman-ku. Men qanday qilib o'zimnigina o'zgartira olmayman? Men albatta o'zimni o'zgartiraman deb ana shu toshdan, o'sha suvdan, tomchi suvdan, toshni o'zgartirgan suvdan ibrat olib, o'sha yerda uyiga emas, yana qaytib madrasaga borib katta olim bo'lib yetishgan ekan. Tabiat bizga juda ham ko'p narsalarni o'rgatadi. Faqat nima qilishimiz kerak? Diqqat qilishimiz kerak. Tabiatni eng ko'zga ko'ringan vakili bizmiz yani. Bir kuni eronlik bir olim aytadi. Men deydi, nazokatni deydi, qarang, nazokatni, farosatni, odobni daraxtdan o'rgandim deydi. Yondagilar so'raydi, qanday qilib o'rganding daraxtdan? Chunki men yoshligimda daraxtga yog'och otgandim, u meni ustimdan gul sochdi. Ya'ni men unga bir yomonlik qilmoqchi edim, uni barglarini, shoxlarini sindirish uchun bir katta bir yog'ochda, quruq yog'ochda unga otgandim, u meni ustimdan gul sochdi. Ya'ni gullab turgan bahor payti bo'lgan bo'lsa kerak-da. O'sha holatdagi uyat hozirgacha meni tark etgan yo'q va hozir hayotda nima qilmay, qanday qilmay o'sha daraxtday nafis bo'lishni, qaysi tomondan menga insonlardan yo boshqa bir yomonliklar kelmasin, sabr qilishni va javobiga har doim yaxshilik qilishni o'sha daraxtdan o'rgandim va
hech yutqizmadim deydi. Tabiat yana bizga nimani o'rgatadi? O'rganish uchun nima qilishimiz kerak? Razm solishimiz kerak. Biz har doim qaraymiz, lekin ko'rmaymiz ko'p narsalarni. Masalan, atrofimizga qaraymiz. Bizga tabassum qilayotgan odamlarni kuzatamiz. Kimni, Dostoyevskiyning shunaqa fikr bor. Kimni tabassumi go'zal bo'lsa, uni ichi dardga to'ladir deydi. Taxminan shunday. Kimni tabassumi go'zal bo'lsa, uni ichi dardga to'ladir deydi. Nega bunday deydi? Qanday qilib tabassumi go'zal odamni ichi dardga to'la bo'lishi mumkin? Chunki u odamning ichida huzn bor. Bir qadar mahzunlik bor. Mahzunlik va huzn bor qalbda yomonlik bo'lmaydi. Yomonlik bo'lmagan qalb joylashgan bu jism xunuk bu tabassum qilishi mumkin emas. Ya'ni bog'layapman-da hammasini bir-biriga. Bir go'zal tabassum qilgan odam yomon bo'lishi mumkin emas. Yomon bo'lmadimi? Demak, u bir joyda bir zulmga uchragan bo'lishi mumkin. Bir yomonlikni ichiga olib, biz har doim bizga bir joydan bir mushk kelsa qaytarib ikkita ursak ko'nglimiz joyiga tushadi-da. Odamlar bor, kuchsiz bo'lishi mumkin. Buni qila olmasligi mumkin, kuchi yetmasligi mumkin. Jisman kuchsiz bo'lishi mumkin. Tabiatan kuchsiz bo'lishi mumkin. Bu uni aybi emas. Alloh uni shunaqa yaratgan. Biroz qo'rqoq bo'lishi mumkin. Uzoqni o'ylab ko'p sabrli bo'lishi mumkin. Ya'ni atrofdan unga keladigan ko'p ziyonlarni ichiga yutib, qalbi juda nima bo'lishi mumkin-da, yumshab, ranjida bo'lib qolibdi deydi-ku. O'sha ranjlarga, og'riqlarga to'lib qolgan bo'lishi mumkin-da ichi. Lekin deyapti Dostoyevskiy, ana shunday odamlarni tabassumi deyapti, juda go'zal bo'ladi. Siz qayerda go'zal tabassum qilgan odamni ko'rsangiz, bilingki, uni ichi dardga to'ladir deydi. Ya'ni u yaxshi odam. Endi masalan hozir siz atrofingizga bir nazar soling. Masalan, hozir meni eshitar ekansiz, atrofingizda siz tabassumini yoqtiradiganingiz odamlarni eslashga urinib ko'ring. Bormi undaylar? Albatta bor. Kim u? Masalan, hozir o'zingiz uchun bir eslab ko'ring. Kim o'sha? Esladingiz. Tamam. O'sha yaxshi odammi, yomon odam? Albatta yaxshi odam. Chunki yomon odamlar go'zal tabassum qila olmaydi. Yaxshi odamlarning tabassumi yoqimsiz bo'lmaydi.